Fariya Hotel mehmonxonamizda qanaqa xonalar bor? Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing, narxlarini oxirida aytib o'taman. Birinchi xonamiz 2 kishilik deluks xona. Deluks va lyuks xonaning farqi sanuzel va dushlari xona ichida joylashgan bo'ladi. Keyingi xonamiz 4 kishilik deluks va lyuks xonalarimiz mavjud. Bu xonamiz asosan oilalar va ulfatlar uchun 4 kishiga iborat xonamiz. Toshkentda hamyonbop xona qidirayotganlar uchun maxsus hostellarimiz ham mavjud. Xonalarimizda hamma qulayliklar mavjud. Konditsioner, televizor, xolodilnik. Bundan tashqari har bir mijozga alohida bir martalik tapichkalar, gigiyena vositalari va sochiqlar taqdim qilinadi. Mehmonxonamizda oilaviy dam olish uchun maxsus joylar ham mavjud. Xonalarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali joy bron qilsangiz bo'ladi. Narxlarni izohlarda yozib qoldirdim.